Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchi, aziz yurtdoshlar, muxlislar. Men bir niyat qiluvdim. Endi niyatda bu. Endi ozgina bo'lsa ham nima deydi, shu xalqning ichida xizmatdamizda, ozgina bo'lsa ham shu xalqimizga yordamimiz tegsa, juda ham xursand bo'laman. Xursand bo'lamiz. Misol, shu san'at sohasida qo'limizdan keladigani shuda. O'shaning uchun men shu juma kuni e'lon qilaman deb niyat qilib qo'ydim. Shuni aytmoqchimanki, to'ylar masalasida juda ko'pchiliklar bizga chiqadi. Ya'ni o'zi asli Toshkentda ijod qilamiz. Toshkentda yashab, shu yerda ijod qilamiz. Asli Samarqandliman o'zi. Men aytmoqchimanki, xizmatlar, to'ylar bo'yicha nomerlarimiz turibdi shu profilda. Har juma kuni respublika bo'ylab chegirma narxga boramiz to'ylarga. Ya'ni qanaqasiga? Misol, chegirma narxda. Misol, har juma kuni qayerda, O'zbekistonda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, har juma kuni bo'ladigan to'ylarga, xizmatlarga o'sha to'y qiluvchi inson, ya'ni qanchani kuchi yetadi, men shuncha bera olaman. Boshqasiga imkoniyatim yo'q. Mana misol og'ir nima deydi, imkoniyati yo'q, xalqimizning ichida shunaqa yurtdoshlarimiz ham bor. Shuning uchun men aytmoqchimanki, shu o'zini niyat qilgan, ya'ni o'sha yo'l pulimiz chiqsa ham mayli, rozimiz. Niyat qilgan shu summasiga borib, sostavim bilan borib, ansamblim bilan borib, chiroyli obdon boshidan oxirigacha xizmat qilib beraman. Har juma kuni. Shuni e'lon qilaman va shuni bir nima deydi, ozgina bo'lsa ham shu yurtdoshlarimizga, ya'ni xalqimizga ozgina bo'lsa ham shu nima deydi, o'zimni hissamni qo'shsam, yaxshiligimni qo'shsam deb niyat qiluvdim. Mana sizlarga shuni bugunga yetgan ekan, shuni e'lon qildim. Marhamat. Xudo xolisa yaxshi kunlarda xizmatdamiz. Men Laylo Alimova.